Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz nevroma martina. Nevroma martina nima degani? Qo'limni oyoq sifatida oladigan bo'lsak, bu yerga tegib turadigan pastki qismi, bu ustki qismi deb hisoblaydigan bo'lsak, oyoq barmoqlarining uchlariga boradigan nervlarni, barmoqlarni, suyaklarni bir-biriga biriktirib turadigan bo'g'imlari orasida nervning qobiqlarini siqilishi hisobiga fibroz to'qima o'sishi, bu nevroma martina deyiladi. Nevroma martinaning belgilari, simptomlari. Birinchisi, ko'proq 3-4 barmoq oralig'ida sal pastroqda kuzatiladi. Shu joyda tikon kirganda yoki zirapcha kirganda, yurganda og'riq berishi yoki tufli kiyganda yoki oyoq kiyim kiyganda shu sohada qum bordek oyoqda his qilishi va shu sohada keyinchalik sezgini o'zgarishi kuzatiladi. Nevroma martinaga olib keluvchi sabablar. Birinchisi, uzoq vaqt davomida, 6 oy, 1 yil davomida yuzasi tor bo'lgan oyoq kiyim kiyish, ya'ni barmoqlari bir-biriga bunday siqib qo'yishi oyoq barmoqlarini. Ikkinchisi, po'shnon tufli kiyish. Po'shnon tufli kiyganda oyoq barmoqlarga nagirska nisbatan ko'proq tushishi. Uchinchisi, qariyalarda kuzatiladi. Teri osti yog' qavatining kamayishi hisobiga barmoqlari bir-biriga siqilishi. To'rtinchisi, oyoq barmoqlaridan travma olganda ham nevroma martina kuzatilishi mumkin. Tashxis qo'yishimizda, tekshirishimizda UZI yoki magnitniy rezonans tomografiya, MRT tekshirishini o'tkazadigan bo'lsak, shu sohani yaxshilab e'tibor bersa, fibroz to'qima o'sganligini ko'rish mumkin. Nevroma martina davosiga keladigan bo'lsak, birinchisi og'riq qoldiruvchilar MPVS, nosteroid preparatlar, ketanol, deklaberil, deklafenak, etaxikam, tinaxikam. Ikkinchisi, shu og'rigan sohaga mahalliy og'riqsizlantiruvchi lidokain yoki novokain bilan glyukokortikoid preparatlarni qo'shib inyeksiya qilsak, shu joyda ob'yom hosil qiladi va glyukokortikoid preparatlari yog'lanish jarayonini qaytaradi va og'riqlari qoladi. Uchinchisi, yuzasi keng bo'lgan oyoq kiyimlar kiyish va poshnasiz oyoq kiyim kiyish. Barmoqlar bir-biriga siqib qo'ymasligi uchun. To'rtinchisi, va barmoqlarni oyoq uchlarida og'riq qolgandan keyin bukib yozib mashq qildirish. Nevroma martina bemor umriga ta'sir qilmaydi. Nevroma degan so'zi bo'lgan taqdirda ham, lekin yashash sifatini yomonlashtiradi. Qisqacha mana shular haqida sizlarga ma'lumot bermoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin.